Do'stlar, marhaboda elitni domda 3 xonali 88 kvadratlik kvartiramiz sotuvga chiqqan. Bizlar hozir hovli qismida turibmiz. Domning fasad qismi bo'lyapti bu. Domimizda lift bor, lift panoramli bo'lyapti. Pod'ezd eshiklari fez ID bilan ochiladi. Mana shunaqa zeleniy zona qilingan. Детская площадкасы bor. Hozir kvartirani qisqacha obzorni qilamiz. Qani ketdik. Bu bizlarda kvartiramizning prixo'ja qismi. Mana shunaqa chiroyli stol stullar qo'yilgan. Bu tomonda shitlar remontaj qilingan. Pod'ezddan kirib kelishimiz eshigi, asosiy eshik va prixo'ja mebel ekanlar. Ana endi bitta xonalarni ko'ramiz. Birinchi xonamiz bu yerda. Kattalar yotoqxonasi bo'lyapti. Ko'rishlaringizdek kravat, shifonyer, temir, tumbuchkalar bor. Kvartiramizda xonadon kafolatlangan, turqi qilingan do'stlar, kadastr bor. Bir kun, ikki kun ishlashni qilib olishingiz mumkin. Bu esa bizlarda chiroyligina mehmonxona bo'lyapti. Bu yerda ham mehka zona, parda qilingan, gilam to'shalgan va televizor ham bor. Devorlar hovuz atachada qilingan do'stlar. Bu yer esa bizlarda bolalar yotoqxonasi bo'lyapti. Bolalar yotoqxonasida bitta kravat, shifonyerlar bor do'stlar. Bu yer esa bizlarda oshxona bo'lyapti. Oshxonamizda stol, kuxona garnitura, stиральная mashinka, холодильник, gazli plita, bitishkalar bor. Bu yer esa bizlarda общий санузел bo'lyapti. Do'stlar, kvartiramiz narxi 92.500, yana savdosi bor. Marhaboda joylashgan 88 kvadrat. Qo'shimcha ma'lumot pastda bo'ladi. Videoni tashlarga yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Ko'rishguncha.